Sizlar bilan bugun 4-qavatda 4-dahada 2 xonalar alohida bo'lgan kvartira bilan donishib o'tamiz. Remontdan chiqqaniga ajoyib joy. Dokumentam 100% saylasizlar. Hammaga assalomu alaykum. Obzorimiz boshlaymiz. Bir yandan ko'rsatib joyimizni. Kelgandan keyin prixo'sh zonasi bo'ladi. Bu yerda prixo'shga messalari, hojatxona alohida, yuvishxonasi alohida, oshxona, keyin veranda qismi plyusini 6 metrlik banda zali, mehmonxona bu tarafda esa bizda yotoqxonasi joylashgan. Ishlar ham ajoyib high-tech uslubdagi ishlardan nali ishlar ham qo'yilgan. Yerimiz 3-4 razmerda tushgan, plyuslar o'rnatilgan. Chiroyli qilib ramkali qilib Euro stilda remont qilganlar. Patolog gipsokardon qilingan, chetlari ajoyib qilib bizda. Yerda taygalar ham po'kakdan emas, sizlar alibasterdan arzon vajda ishlatmayaplar. Gaz suvlari VIP. Hech narsadan problemasi yo'q. Yo'l ham yaqin, bu yerda hojatxona alohida joylashganini ko'rib turasiz. Fonda turibdi, patolog qismi plastik bo'lgan. Oyoq tiklari kafel. Bu tarafda zalimiz, zalimiz 3.5-60 kattalikda. Gilamlar döşalgan, yaxshi gilamlardan plyuslar o'rnatilgan, ramkali qilib, ramkaning ustida 6 svet palasalar ham tashalgan. Jalyuzi osilgan, lyustralari bor, aynan tender registrlar. Hech narsa kamiz joyi yo'q. Xonadonimizda faqat kelib yashash kerak. Bitta texnika mebellar bilan kelib yashayverasizlar. Hozir remont qilaman deb yurmaysizlar. Narx ham zo'r narxdasizlar. Bu tarafimiz yunish xonasi bo'ladi. Shishlar qo'yilgan, oyoq tiklar ham kafel, devorlar ham kafel bo'lgan, patolog plastik esa high-tech. Ishlar qo'yilganidan bu yerda katyola joylashganidan demir katyolar bir uголокdan qo'yib, ovqatlangan mesta qilsangizlar ham bo'ladi. Gaz chiqishlari bor. Keng tushgan ekan. Patolog qismi chiroyli qilib menang odamingizga urib qo'ydilarsizlar. Verandasini ko'rsatib o'tsak, verandaga kirgandan keyin o'ng tarafimiz baland pol qilingan, podval, banka, bir meyda shunda qo'ymaga messalari, sharoitlarni qilganlar. Bu yerda registrlari bor. Bu yerda oynalari, plastik romlanlar, jalyuzlar o'rnatilgan. Kuxniy mebellar tozadan, vichga, gaz plita, moykalar, fortiklar ham qilingan. Hamma tog' holatida turibdi. Remont qilaman deb yurmaysizlar. Shunday remontla joylarni qarab yurgan yaqinlaringiz, do'stlaringiz bo'lsa, videomizni yuborib qo'yasizlar. Biz orqali kelib joy yasalab foydamiz deganda xursand bo'lamiz. Narxini to'xtalib o'tsak, narxini 389 million aytib turibdi. Mulk egasiysizlar, yanda ustida kelishtirib olsangizlar bo'ladi. Yana bir takrorlab o'tamiz. Orientirnazda Urganch shahrimizda 4 qavatli binoni 4-qavatida 4-dahada Lomonosov maktabi ham yaqiningizda, Ulug'bek maktabi ismi, keyin avtodorojniy kollejlariga yaqin yerda 2 xona kvartiramiz sotib qo'yildizlar. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Ekranda sizlar uchun nomerlarimizni qoldiramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.